onajonim o'qmishlarga aylangandi, qo'shiq aytib mehribonim qo'shiqlarga joylangandi. Lardan keldi sada, eshitmagan ovozlarini, dunyoga yoyib aytmay onam aytgan qo'shiqlarini. Farg'onamga ham yetib keldim. Xullas shunaqangi nimagadir tinch. Mana sekin Farg'onaga yetib keldim. Endi xon bozorga qarab o'zgachaman. Lekin xon bozor lokatsiyasini tashlashmadi, endi o'zim qidirib topishimga to'g'ri keladi. Xullas nima bo'lsa bo'ldi, endi tezroq yurish kerak. O'zi Qo'qonga qaytib ketgunimgacha yana 2 soatdan yarim soat vaqtim ketadi. O'zi Tobokka kelguncha anchagina vaqtim ketdi. Hozir yana bitta-ikkitasi bilgan bitta so'rab ko'raychi. Balki bilar. Xonim afandim, kechirasiz. Xon bozor qayerda? Xon bozor. Xon bozor. Qayerda? Menimcha bilishmasa kerak, bular ham. Ahmoqlar lokatsiyani shu yoqqa tashlash kerak edi. Xullas shunaqa qilib ketishga to'g'ri keldi. Mana makina ko'rib qoldim. Indamasdan molni yo'q o'tga to'g'irdim. Aytadi-yu, yemachma bo'l baxil, boy bo'lasan men kafil. Xullas shunaqa qilib xon bozor lokatsiyasini tashlamagan asabim buzilib oddiy bozorga keldim. Nima? Aksiya. Bir plyus bir sim karta. Hoppa. Bozor bu yoq gavjum ekan. Mayli, undan ko'ra tezroq yuraylik. Bo'ta ham Yusil birinchilikka chiqibdi-yu. Hoppa. Mukammal nigohim bor ekan. Xon bozori qachiklaydi. Shu paytgacha lokatsiyani tashlamagan. Oxir o'zim topa olmadim mana. Chekkalar. Bu qanaqasi? Endi o'zim qidirib topishimga to'g'ri keladi. Sekin yo'l o'ziga Lombard reklama qilishibdi. Lombard ko'tarib tilolarni narxini bilib ketaman deb kelgan edim. Xullas tiloni bilgandan keyin sizlarga ham yozaman. Muxlislarim, sizlar ham kommentda yozib qoldiringlar fikrlaringizni. Bo'ta nimagadir qanaqa g'alati qaravati bor. Voy, aytsa ham ko'shikliman, tilla bozor